Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Siz bilan Madam Mohi yurakdan chiqadigan so'zlar va hislarga to'la ovoz loyihasi. Bugungi qo'ng'irog'imiz egasi bilan bog'lanamiz. Allo, assalomu alaykum Ruxshonaxon, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz, ahvollaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Bugungi sizning tavallud ayyomingiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat. Ayni damda sizni Madam tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Mahmaroyim bo'laman. Bizning qo'limizda siz uchun tabriknoma bor. Ijozat etsangiz, o'qib eshittirar edim. Nima deb o'ylaysiz? Bu tabriknomani siz uchun kim yo'llagan?